Assalomu alaykum. Nigora siz-a? Men faqat o'yladim, hayotda uchrashmasdan nuqul internetda ko'rishib, internetda gaplashamanmi deb o'yladim, lekin hayotda juda ham chiroyli ekansiz. Unaqa uyaltirmang. Hozir bir daqiqa. Shundoq qo'limni keling. Ha, xo'p. Xuddi shunga o'xshash holat Toshkentda qayd etildi. Yana ham aniqrog'i, asli Surxondaryo viloyatida tug'ilgan erkak ijtimoiy tarmoqlar orqali tanishgan qizini uchrashuvga taklif qiladi va kafeda bir necha daqiqa yolg'iz qolganidan foydalanib, ayolning sumkasida bo'lgan 850 ming so'm pul va plastik kartasini o'g'irlab, voqea joyidan yashiringan. Mazkur holat Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudida ko'rib chiqilib, ayblanuvchiga 4 yil va 1 oy ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan. Xuddi shu kabi jazoni o'tayotgan fuqarolar belgilangan tartib-qoidalarga qat'iy amal qilishlari lozim. Yo'qsa ozodlikni cheklash, ozodlikdan mahrum etish jazosiga almashtirilishi mumkin. Xuddi hozirgi holat kabi. Qo'l qo'ygansiz, ogohlantirish bergan, to'g'rimi? Va tushuntirish xatlaringiz bor hammasi. Ikkinchi marotaba yana mana hech qanday ruxsatnomasiz chiqib ketyapsiz. Muzrabot tuman ichki ishlar bo'limining taqdimnomasi qanoatlantirilsin. Mahkumga nisbatan tayinlangan jazoning o'talmay qolgan qismi muddati, ya'ni 3 yil 11 oy 12 kun ozodlik cheklash jazosi shu muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirilsin. Mahkum sud zalidan qamoqqa olinsin. Sizga berilgan ishonchga dars ketdimi? Uni qayta tiklashga yillar kerak bo'ladi. Ba'zida esa yillar ham kifoya qilmasligi mumkin. Shu bois sizga bildirilgan ishonchni har doim oqlashga harakat qiling.